Salom, men ismim Peter Parker. Sizlar meni eslolmaysiz, lekin biz avval tanishaylik. Chunki men shunchaki Peter Parker emasman. Men o'rgimchak odamman. Nima balo, Frank? Meni furgon bilan urib Yig'lashni bas qil. Mayli, o'zing bilasan. Ona uyingga bor. Ba'zida o'rgimchak odam qiyin qarorlarni qabul qilish kerak bo'ladi. Hatto bu Peter Parkerning yuragini sindirsa. Menga nima bo'lyapti o'zi? o'rgimchaklar 3 ta hayot bosqichiga ega. Bu sinovdan o'ta olgan o'rgimchaklar uchun qayta tug'ilishdir.